Baxtli turmushning 7 siri. Dale Karnegining baxtli oilani qurishning 7 qoidasining birinchisi. Birinchi qoida: rashk evaziga umr yo'ldoshingizga behuda ozor bermang. Napoleon Bonapartning jiyani, fransuz imperatori Napoleon III dunyodagi eng go'zal ayol. Tibis grafning qizi Maria Yevgeniya Ignasiya de Montexoni sevib qoladi va unga uylanadi. Ko'p o'tmasdan Yevgeniya rashk o'tida, shubhalar azobida qiynalar va bir qadam ham erining yonidan jilmasdi. Eri davlat ishlari bilan band paytlarida ham xonasiga bostirib kirar, muhim uchrashuvlar va suhbatlarini barbod qilardi. Boshqa ayol bilan yurib ketadi degan xayolga borib, erini bir nafas ham xoli qo'ymasdi. Ish shunga borib yetdiki, Napoleon kechalari o'zining sodiq do'sti bilan birgalikda devordagi yashirin bir eshikdan yuziga shlyapasini bostirib kiygan holda ko'chaga chiqib keta boshladi. U haqiqatdan ham o'zini kutayotgan bir go'zal ayol yoniga yoki bo'lmasa shunchaki tungi ko'chaning sof havosidan to'yib nafas olish uchun chiqib ketardi. Shayton o'ylab topgan eng o'tkir og'ulardan biri bu rashkdir. U qora ilonning zahridek hamisha o'ldiradi. Ikkinchi qoida: seving va ra'yiga qarang. Hayotimda ko'p xatolarga yo'l qo'yarman, lekin aslo sevib uylanmayman degan ekan Dizraeli. U 35 yoshida 50 yashar sochiga oq oralagan boy badavlat bir beva xotinga dil izhor qildi. Uning sevmasligini ayol ham bilardi. Boyliklarga ega bo'lish uchungina uylanayotganini ham bilardi. Shuning uchun ham ayol uning fe'l-atvorini o'rganish maqsadida 1 yil kuzatib o'rganish uchun shart qo'ydi, 1 yil kutib turasiz deb. Va bu muddat tugagach unga yerga tegdi. Dizraelining nikohi dunyoda eng to'g'ri va omadli nikohlardan biri bo'lib chiqdi. O'z navbatida Mary Ann ham Dizraeli hayotida eng aziz odami ekanligini hech kimdan yashirmagan. Bu qanday natija berdi? Mary Ann do'stlariga doimo uning mehribonligi tufayli mening umrim tuganmas baxtga aylandi der edi. Mary Ann farishta emas albatta, ammo Dizraelining uni erkin qo'yish kerakligiga aqli yetardi. 3-qoida: befoyda tanqid qilmang. William va Catherine Gladstonelar 59 yil birgalikda mehr-muhabbat va sadoqat bilan yashadilar. Juldirvoqi erkak, chapani xotin, shodlik va qayg'uda doim birgamiz deya qo'shiq aytib, rafiqasining qo'lini mahkam qisganicha valsga tushayotgan Angliyaning mashhur bosh vaziri Gladstone'ni tasavvur qilishni juda yoqtiraman. Jamoat ishlaridagi yovuz raqib Gladstone o'z oila a'zolarini hech qachon tanqid qilmagan. U ertalab nonushta qilgani chiqqanida oilaning boshqa a'zolari hali uxlab yotishgan bo'lsalar, o'z noroziligini bildirishning juda muloyim yo'lini topardi. Baland ovozda yolg'izlik haqidagi qo'shiqni kuylay boshlar. Bu bilan Angliyadagi eng band odamlardan biri ayni paytda yolg'iz nonushta qilayotganini bildirib qo'yardi. Ammo oilada hech kimni tanqid qilmasdi. Baxtsiz nikohlar sabablarini o'rganish masalasi bo'yicha amerikalik mashhur mutaxassis Dorothy Dixning ta'kidlashicha, baxtsiz nikohlar barcha nikohlarning 50% dan ko'prog'ini tashkil qilar ekan va ajralishga olib keladigan bosh sabablardan biri jonga tegadigan befoyda tanqid ekan. 4-qoida: hurmat baxt kalitidir. Qaysidir gazetadan bir rivoyatni qirqib olib qo'yibman. Uning mazmuni tubandagicha: kechqurun ishdan charchab kelgan dehqonlar oldiga oshpaz ayol ovqat o'rniga bir bog' pichan qo'yib ketadi. Dehqonlar hayratlanib, jinni bo'lganmi bu ayol deyishibdi. Shunda haligi ayol: e'tibor bermassizlar deb o'ylabman. Axir 20 yildan beri sizlarga ovqat pishirib beraman, ammo shu paytgacha birontangiz pichan emas, ovqat yeyotganingizni bir so'z bilan bildirib qo'ymadingiz-ku degan ekan. Oliy tabaqaga mansub fransuz bolalariga bir kechadan bir necha marotaba ayollarning chiroyli ko'ylagi yoki shlyapasini maqtashni o'rgatishadi. 50 million fransuzlar bu masalada aslo yanglishmaydilar. Demak, oilaviy turmushingizni baxtli qilay desangiz, eng muhim hisoblangan 4-qoidaga amal qiling. Bir-biringizga samimiy minnatdorchiligingizni bildirib turing. 5-qoida: e'tibor ayollar uchun eng ahamiyatli narsa. Gul sovg'a qilish uchun xotiningiz kasalxonaga tushishini yoki tug'ilgan kuni kelishini kutish shartmi? Ertagayoq kechqurun unga bir necha atirgul olib borsangiz bo'lmasmikan? Yo sinab ko'rasizmi? Bo'lmasa xuddi shunday qiling. Nima bo'lishini o'shanda ko'rasiz. Ayollar odatda tug'ilgan kun, nikoh kechasi kabi sanalarga juda e'tibor beradilarki, bu biz uchun doimo sir bo'lib qoladi.
O'rtahol odam bir umr yashab, ko'p narsalarni bilmay o'tishi mumkin. Ammo xotinining tug'ilgan kuni, to'yi bo'lgan kunni unutmaslik kerak. 40 ming oilaviy janjallarni ko'rib chiqib, 2000 er-xotinni yarashtirgan chikagolik sudya Jozef Sabbat fikricha, ko'pgina janjallar mayda-chuyda narsalardan kelib chiqadi. Aytaylik, ertalab ishga ketayotganida unga xotinining xayrlashayotib qo'l siltab qo'yishi ham ko'pgina janjallarning oldini oladi. 6-qoida. Muloyim muomala. Xushmuomalalik deydi Genri Klein Reisner. Qalbning shunday fazilatiki, bunda siniq eshikka emas, uning ichkarisidagi gulga nazar solinadi. Yosh kelinlar o'z kuyovlari bilan ham boshqa begona odamlardek muloyim munosabatda bo'lganlarida edi. Hech qanday janjalga o'rin qolmasdi. Qo'pollik muhabbatni yeb tugatadi. Nega erlar muloyim muomala qilmay, qattiqqo'llik va qo'pollik qilishlarining sababini ayollar hech tushuna olmaydilar. Bulturgi ko'ylagingda sen juda dilbar ko'rinasan degan bir og'iz gap bilan xotin o'sha ko'ylagini eng so'nggi modada tikilgan yangi ko'ylakka ham almashmasligini har bir erkak biladi. Har bir er biladiki, ko'zlaridan bir o'pish bilan xotinni ancha vaqtgacha ko'zlarini yopib, ko'rshapalakdek qilib qo'yish yoki lablaridan bo'sa olish bilan uni xuddi baliqdek lol qilib qo'yish mumkin. 7-qoida. Jinsiy munosabat. Los Anjelesdagi oilaviy munosabatlar instituti rahbari sifatida Paul Papiniu minglab er-xotinlarning turmushini o'rganib chiqdi. U oilaviy turmush sohasidagi yetuk mutaxassislardan biridir. Paul Papiniuning fikricha, ajralishlarning sababi asosan 4 ta bo'lar ekan. Bular tubandagi tartibda: jinsiy kelishmovchilik, bo'sh vaqtni qanday o'tkazish borasidagi kelishmovchilik, moddiy qiyinchilik, ruhiy, jismoniy va hissiy buzilishlar. E'tibor bering, jinsiy munosabat birinchi o'rinda turibdi. Moddiy qiyinchilik esa hayron qolgudek 3-o'rinda. Umumiy gigiyena byurosining bosh kotibi Dr. Catherine Bement Davis bir vaqtlar turmush qurgan minglab ayollar bilan intim masalalar xususida ochiqchasiga suhbatlashgan. Natija juda hayratlanarli bo'lib, o'rtahol amerikaliklar jinsiy munosabatdan qoniqmasliklarini ko'rsatgan. O'sha minglab ayollardan olingan javoblarni chuqur o'rganib chiqib, Dr. Davis xulosa qiladiki, AQShda ajralishlarning bosh sabablaridan biri er-xotinlarning jismoniy nomutanosibligidir. Xo'sh, hammasi ko'ngildagidek bo'lishi uchun nima qilmoq kerak? Eng yaxshi yo'li, deydi Dr. Butterfield, bu to'g'rida jiddiy yozilgan yaxshi kitoblarni topib o'qishdir yoki tajribaga ega bo'lgan birorta yaxshi insondan maslahat olishdir. Qanaqa ma'noda? Ajrashgan odamdan emas, baxtli yashab kelayotgan odamdan maslahat olish kerak yoki psixologga uchrash kerak. Psixologni ham yoshi kattarog'iga uchrash kerak.